Oho, o'zi buni ichida nima bor ekan? Vobshe o'g'ligini. Xo'jayin nima bor ekan ichida? Bilmadim, balki bilsam sendan so'rarmidim. Xullas kenom, qara, reja mana bunaqa. Xullas kenom buni ichidagi narsa lanatlangan va mana bunaqa jinni chaqiradi, tushundingmi? Voy, uncha qo'rqinchlimi? Xullas kenom o'sha jin buni Krifni o'ldiradi. Xullas kenom biz endi buni bir yerga olib yashirsa kerak va Krif buni oladi-da. Xullas kenom o'ladi. Mani xo'jayin ketdigina qolsa, davay o'tar. Va nihoyat va 6-videoni ham montajini bitirdim. Bugun rekord qo'lasi 6 ta video. Bir kunda 6 ta video aytganchi. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek mana shu Krif va men yana video rolimga xush kelibsiz. Bola qalaysizlar, qo'las jigarlar. Hozir men mana video o'tirib olib, video olyapman bola. Tak, hozir nechta video oldim bilasizlarmi? Bu bolalar nechinchi video? 6-video. Rekord qo'las bola. No albatta sizlar buncha mehnat uchun albatta nima qilishni bilasizlar. Kanalga obuna qo'yinglar va videoga like bosib qo'yinglar. Tushunmadim. Qanaqadir SMS keldimi? Tushunmadim. Sizni nima deydi? Sizni zakazingiz keldi. Qanaqa zakaz yana? Bular kalish joydan bo'ladi. Men hech nima zakaz qildirmaganman. Bola stop. Uni ochib ko'ringlar-chi. Lekin nimalik ko'rsatilmagan bola. Men necha hozir bola bratandan so'raymiz, Murod tog'amiz bor bizani Murod tog'a. O'shani so'raymiz o'sha bratandan. No bola albatta siz tezda videoga like bosib qolmga uni qo'yinglarki bola. Sababim bola tezroq mitadan oshiq obunachilarni to'ldirib tashlashim kerak, lekin bularni bunga sizlarning yordaminglar kerak bo'ladi. Albatta videoga like bosib qolmga obuna bo'lib, meni qo'llab-quvvatlab tursanglar, men tezroq bola hamma kanallarimda mitadan oshiq obunachilarni to'plar edim va nima so'radi, ko'tarib ketardik qo'llas-qo'llaslar bilan. Albatta men bundan ham zo'r videolarni hali oldinda jigar. O'shaning uchun nuqtadan men bilan birga bo'linglar deydi. Qo'llas endi mana bilan yaxshilab ter bo'lamiz va nihoyat bola shu pozni tashlash menga juda ham yoqadi, lekin shu bug'doylarni tez yoqmaydi. Sababi bug'doylarni bilmadim bola, bitta nimasi bo'lishadi. Allergiyam bor meni bug'doyga deb bola. Shunaqa bo'lasiz. Meni bug'doyga allergiyam bor, lekin bola hozir men o'zi zo'rg'atdan nima qilib turdim. Pastchi video borardim, lekin bola просто video otganim uchun o'shani qilmadim. Zo'rg'at ishlab turdim. Buni kimga olib beramiz? Qaranglar, o'sha qo'limga chirin kartochka oldim, hammasi qochib ketishadi. Sababi agarda olmasa urardim deb bola ularni просто так chirgan musurni jitlarga berib borardim, shunaqa qilib agarda olmasa urib tashardim, olg'izardim, lekin bola qaranglar qochib ketishdi. Nima nechun nima qilardik bola tagan hisob bana qilamiz va buni hammasini yaxshilab ekib qo'yamiz, lekin bola men vobshe to'g'risini deb hayron qoldim. Lekin kim men davomdan zakaz qildirganmikin jitlar? Bilmadim, lekin bola jitlar bilmadim, lekin bola shunaqa bo'lishi mumkin. Sababi jitlar bilasizlar, qachon qaraman o'zi shunaqa asab tegib yurishadi. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom, qarayib yaxshimisan? Yaxshi o'z qali. Yaxshida, tinchmisan, omsan? Yaxshi deyapman. Xullas kelam, pozdan olib kelding-a bugun? Da olib keldim. Berasan ertaga oyliginchadi. Bugun emasmi oylik? Bugun ozgina kechiktirildi. Mayli, ertaga bo'lsa ertaga. Mer, mana bu nima qilay? Mana boshimga qo'y. Mayli, men azdashim o'tdi. Degancha bularni olib borib bolam mana bu tashlaymiz. Sababi ana bu yerda musor chele bor, bilaman, lekin o'sha yerga borishga erinyapman. Jitlarga ham bo'laveradi. Jitlardan pozga tashlab borsa, jitlar bizga hech nima qila olmaydi bola. Ularga vobshe hech nima qilish, jitlar hech nima qila olmaydi. Xolos, tak endi boramizda bola, borgan Murod tog'dan so'raymiz, bilmadim nima qilgan, menga kim zakaz qildirgan bunaqa narsalarni hozir borib so'raymiz bola. Mayli. Assalomu alaykum Murod tog'a. Va alaykum assalom, Karibchiyan, yaxshimisan? Yaxshi o'z qali. Yaxshi-da. Xullas kelam, sizga bitta narsa qos qarang. Menga SMS keldi-da. Ana bu nima so'radi? Nimaga zakaz kelmadimi? Haqiqatan bilasiz. Menga SMS keldi. Qanaqasiga? Qanaqa zakaz etdingizmi? Yo'q, bilmayman. Stop, jitlarni o'ziga gapiryapsizmi? Yo'q, albatta biroz siz senga ozgina shu prank qilmoqchi edim. Lekin bu prankka qilmaydi, aytib qo'y. Xullas kelam, bilmadim qanaqa zakaz, bitta narsa zakaz qildirganmiding? Yo'q, hech nima zakaz qildirmaganman, lekin mana bunqa zakaz keldi deb turibdi, bilmadim, lekin kim zakaz qildirgan, jitlar meni nomimni zakaz qildirib yuborishganmikin. Bo'lishi mumkin. Deganda qolsa, lokatsiyasi lekin ko'rinmagan, menda sizda ko'rinib turibmi lokatsiyasi? Da ko'rinib turibdi, yuborish mumkin. Yuboring, qani borib ko'ringchi. Mana bordi. Mana keldi lokatsiyasi, hozir borib ko'raman, lekin qishloqda mana bu tarafni ko'rsatyaptimi? Bu tarafda, lekin mayli, Murod tog'a rahmat. Mayli, lekin bola bu tarafda unaqa hech qanaqa bu yerga hech kim zakazini tashlab ketdi, bola bilmadim, lekin kim. Hozir mayli bola borib ko'ramiz. Agarda nimasi bo'ladi, agarda kimdir men nomni zakaz qildirgan bo'lsa, borib men telefon bilan aytaman. Telefonim qachon telefon nomidan qasam ichamanki, basharsini o'rayapman. Lekin mana bu taraflarda tak bola hozir ko'ramiz. Tushunmadim. Bular menga prank qilishyaptimi?
Stop, hozirgina bo'la. Qaranglar, hozir lokatsiya mana bu yoqni ko'rsatib turibdi. Endi mana bu tarafni ko'rsatdi bo'la. Bola bilan menga mamcha chotni nito ko'ryapti. Bilmadim bola nimaga charchagandirman, balki mamali bola, lekin aniq bilaman mana bu tarafni ko'rsatgan lokatsiya. Men 2 marta ko'rdim, 2 marta bo'ldi. 2 martada ham shu tarafni edi. Mayli bola, ozgina internetda xatolar bo'lsa kerak edi. Bola internetdan bilasizlar, unchalik ham qatashadigan narsalardan bittasi emas. Tushunmadim. Qanaqadir yana bitta SMS keldi. Nima bola? Bular SMS yuborishadi odamga. Bitta zakazni olib ketay bo'ldi. Amal o'qib ko'raylikchi. Nima deydi? Bratan, xulosgina bu iltimos zakazingizni tezroq olib keting. Agarda yoqqan bo'lsa, albatta pulni to'lashingiz mumkin. Tushunmadim. Qanaqa pul? Men bola bilan menga hazil qilyapti yo, stop bola, qanaqa pul bo'ldi? Men yo pul to'lamayman. Bolani zakazni olib kelishdi, prosta olaman, bo'ldi. Bo'ldi. Yana bitta SMS keldi. Nima deydi? Hazillashdim. Yo'q, bu zakaz sizga tekin. What the? Bola menga tekin zakaz olib kelishibdi. Voy bola, foydalanib qolish kerak bundan, foydalanish kerak. Lekin bola to'sman qo'rgayman bor. Cho'tta bola, lekin bu qaranglar, xatsa bolani qaysi nimadan kelgani ham ko'rsatilmagan. Belgilgan nom deyapti, ya'ni bu degani bola qaysi SMS xabardan kelgan. Davaydi bola, qurolni olib kelinglar. Qurolni oldik bo'ldi. Bizga hech kim bola bilasizlar, nima qila olmaydi. Umuman bola zarar yetkiza olmaydi. Hech kim bola. Men prosta qo'limga qurolni olaman, pulni hammasini bola bu. Все, taganisa hozir qurolimizni olamiz, pulemyotimizni olamiz. Pulemyot bu yoqqa prachika, taganisa boramiz deb bola oldimizga chiqqanni xullas kelgan bola. Otasinikini ko'rsatamiz. Otasini kattagina nimasi bo'ladi? Otasini kattagina mashinasini ko'rsatamiz. Mashinasi g'ildiragini ko'rsatamiz. Kattagina bola. Hozir boramiz deb o'shani xullas bola, o'shani cho'tga qilamiz hozir. Mayli qurolni unga chop qo'y, sababi odam chiqib bola otib qo'ymay tag'in, sababi qamalish niyatim yo'q. Qamalishga erta, bilasizlar, endi necha yoshman? Aytmayman. Agarda bola qaranglar, sizlar meni yoshni bilishni xohlaysizlarmi? Davay, unaqa bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar. Kommentariyaga o'tib, sizlarning yoshlar nechida? Agarda bola meni yoshim bilan sizlarning yoshlar teng bo'lib qoladigan bo'lsa, albatta men o'zim kommentariyaga o'tib bitta yurakcha qoldiraman. Erkak ham yurakcha bo'lsa, stop bola, qaytadan erkak ham yurakcha bo'lsadimi? Yo'q, hayotda erkak ham yurakcha bo'lsadimi? Hammali xullas bola o'zim bosib, o'zim sizning yoshingiz meni yoshim bilan teng ekan deb yozib qoldiraman. Lekin bola men yoshim bilib olsa, balkim sizlar bilan tengdirman. O'sha mancha shu yerni ko'rsatyapti. Mana bu taraf 100-qishloq va mana burilsa, mana bo'la zakaz mana mashina. Shunda hozir menga mashina berishmi shunda? Qiziq bo'la, bu qanaqa mashina bo'ldi? O Ford ekan bo'la. Ford normal, lekin gap yo'q. Mana ekan quti bo'la, lekin buni ichida nima bor ekan hozir ko'ramiz va bola bu nima menga hazil qilishyaptimi yoki bola stop. Soat ekan bola. Bu qanaqa soat bo'ldi yana? Davay bola olib ko'ramiz va bola shu udar ekan bu soat. Menga yo'q qoldi bola. Senga biror narsasini degani javob narsagini aytmaganmi men? Yo'q, aytmagan. O'rishni olasizmi deyman. Balkim sen o'rishni olasan. Menga kuching yetadimi nima? Balkim yetar, bratchikam. Nima yetadi? Meni kuching, xullas, seni kuching menga yetmaydi. Yo'q, falikat bola chiqding bor. Bu yoqqa o'z kallini yo'raman. Kimni kuchi yetmaydi bu yoqqa? Falikat yordam berlaring, yordam. Bu yoqqa o'z otaman chiqib o'tgan. Qoch. Bo'ldi. Biratan to'xtang. Agarda o'zingiz oldimga kelsangiz otmayman. Rostdanmi? Rostdan turyoq oling bor. Men o'ldirmoqchi bo'ladim. Meni o'ldirmoqchi bo'ladi. Kimni? Meni o'ldirmoqchi bo'ladim bular. Yo, hech kimni qo'lidan kelmaydi meni o'ldirish bo'lib, bandasiga emas. Tak unaqa so'z bo'lib, uni olib qo'y chekkaga. Buni olsa bo'ladimi endi? Qurolni olib tashlaymi? Davay. Menimcha buni olib tashlasa bo'lmaydi, lekin mashinani olib ketsa bo'ladi, to'g'rimi? Endi bu meni mashinam bo'la. Qaranglar, udar mashina ekan, xullas endi bu mashina meniki.
Takoz olib boramiz deb bola, uyim yoniga olib qo'yaman, bilmadim, lekin qaranglar, udar mashina ekan. Menga vaqt to'g'risini aytsam, degan narsa uyimga borib, xolos shu mashinamni qatga qo'yib qo'yaman, parkovga borib qo'yib qo'yaman. Endi balkim qishloqlarga ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Qishloqlarda mashinaga agarda qayerga boradigan bo'lsa, haydab ketishadi. Menga esa kerak emas bunaqa mashinalar. Bilasizlar, o'zimning qancha mashinam bor. Videolarimda birida aytganmanki, bola jo'ramni mashinasi deganman. Jo'ramni xolos bo'lani o'zini arendaga, mashinani arendaga beradigan ishi bor. O'shanda menga tekinga beradi mashinalarni. Mazza qilib xolos kelib mashinani haydab yuraman desam ham bo'ladi. Mana endi hozir endi bu mashinani ana parkga olib borib qo'yamiz buni. Tak orqasidan sekin olib borib qo'yamiz. Urmaslik kerak. Ford bilasizlar, Ford ham qimmat turadi, lekin bu Fordning bola ana bunaqa bir nima versiyasi ekan, eski versiyasi. Lekin bo'laveradi bola. Lekin normal yurar ekan, qarang, yuxu bola parkovga ham qarang, men udar qildim. Men parkovni ham udar qildim, tan olinglar. Ama keldim, mana soatni tashlab yuboraman. Qatga tashlab yuborsam ekan, alt keldim, mana lavaga tashlab yuboraylik. Tur yo'qol xolos. Bu menimcha bola la'natlangan soatmi deyman, meni o'ldirmoqchi bo'lishdi bular. Lekin bola meni o'ldirish bo'layotgandek bandasiga emas, jari. Yana qanaqa xabar keldi? Alyo, eshitaman. Qani ko'raylikchi. Alyo, eshitaman. Qanaqa eshitaman? Bu o'zi emas u. Qani nima deydi? Xolos kelom deydi. Siz qoyil maqom ekansiz. Xolos bizni jinimiz sizni o'ldira olmadi. Keyingi safar bizni qo'limizdan tirik chiqmaysiz. Bola bu o'yincha, bu prosta menimcha hazil bo'lsa kerak a? Hazil menimcha. Bola lekin meni o'ldira olmaydi. Meni o'ldira olmaydi. Krif hech qachon o'lmaydi, krif olmas deb yozib bo'ldilar kommentariyaga. Agarda videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsalar, kommentariyaga o'tib krif olmas deb yozib bo'ldilar. Meni o'ldirish bandasiga emas, sigarlar bandasiga emas, krif olmaydi. Unda qolsa endi soatni ko'raylikchi. Soat ham o'sha bola 4:30 bo'libdi, 4:30. Normal esa boyagi videolarni montajni ham qilish kerak hali. 6 ta videoni montajdan qachon qilib bo'laman? Hamma svetni yoqib qo'ylas. Bilmadim endi, mayli montajni qilsam qilaman, sababi harakat qilmasam qattan natijaga erishaman, to'g'rimi? To'g'ri. Mana endi qolsa endi meni o'tirib video montaj qilishga to'g'ri keladi. Qani boshlaylik unaqa bo'lsa.